Hamma baxtli yakunni istaydi, to'g'rimi? Lekin hamisha ham bunday bo'lavermaydi. Balki bu safar bu yozuvni qayta ko'ryapsan degan umiddaman. G'alaba sharafiga, oilalar tiklanganiga umid bog'layman. O'zimiz ko'zlagan maqsadga nihoyat erisha oldik deb o'ylayman. Axir shuning uchun kurashdik-ku. Tinchlik uchun borliqni tikladik. Agar 10 yil avval biz yolg'iz emasmiz deb aytganingda, xayolan bunga hayron bo'lmasdim, ammo kim ham o'ylab dersan? Yovuzlik va ezgulik kuchlari o'zaro kurash olib bordilar. Yaxshilikmi yo yomonlikmi? Buni endi Morgan ulg'ayganida hal qiladi. Shuning uchun kichik bir tabrikli videoni yozishga qaror qildim. Mabodo halok bo'lsam, sizlarni tark etsam deb. Aslida o'lim hech birimizni chetlab o'tmaydi. Biz ertaga vaqt aro sayohat qilamiz. U meni hayot va umrim haqida yana bir karra o'ylab ko'rishga undayapti. Ammo har galgidek bu qahramonning hayoti degan xulosada qolyapman. Sarguzashtlarning ham nihoyasi bo'ladi. Xullas nima demoqchiman? Har kim peshonasida borini ko'radi. Seni 3000 marta yaxshi ko'raman.